Salom bolalar, bugungi videomizda nima bo'ladi desanglar bolalar, bugungi videomizda bomijning yuksalishi degan video bo'ladi. Ko'pchilik aytadi bolalar, Grand Mobile'da GSsiz yoki donat qilmasdan ko'p pul topib bo'lmaydi deydi. Bu videoda ya'ni bolalar masalan bomijdan majorgacha bo'ladi. Ya'ni bunda bittagina qism bo'lmaydi. Yuzlab, 200lab qism bo'lishi mumkin. Bo'lmasa bolalar videoni boshlayman, chunki sizlarni ko'p kuttirib qo'yish niyatim yo'q bolalar. Qani bo'lmasa ketdik. mana bolalar birinchi bo'lib uyga kirganlardan qiladigan ishinglar bu albatta skuter olish. Bu yoqqa kelasizlar, buni bosasizlar, sizlarga 2000 tushadi. Qadimasi keyingi quest ko'ramiz bolalar. Keyingi quest bu fuqarolikni olish ekan. Qanunda xarita metga qo'yamiz va u arzamasning hokimiyatida ekan. Bo'lmasa bolalar u yoqqa borgandan keyin videoni yoqaman. Mana hokimiyatga kelib fuqarolikni oldim bolalar. Hozir emas, bo'lmasa keyingi topshiriqqa boramiz. Keyingi topshiriq esa sizning qo'lingizda yordamchi telefon ekanmiz bolalar. Bo'lmasa borgandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, mana do'konga ham kelib oldim. Bu yoqda kirish 5000 ekan, buncha qimmat. Kirishimdan oldin lekin birinchi bo'lib promo kod yozib olaman. Qanaqa promo kod yozaman desanglar, Elmak yozaman. Mana Elmak yozganim uchun menga gelik 3 kunga VIP Silver Gold va 300,000 pul berar ekan. Bo'lmasa sovg'alarni olib do'konga kiramiz. Xo'sh, bu yoqda telefonga buncha qimmat 2000 ekan. Bu yoqdan ketamizda bo'lmasa boshqa do'konga boraman. Mana bolalar boshqa do'konga ham kelib oldim. Bu yoqda kirish PayPal ekan. Normalda 1400 olamiz bolalar. Mahsulot qolmabdi-ku. Boshqa joyga boramiz yana. Ana bolalar keyingi joyga ham kelib oldim. Bu yoqda juda arzon ekan, 1000 ekan atiga. Telefon, planshet sotib oldim. Mana 3500 menga qo'shildi. Endi telefon raqam olamiz bolalar. Normalni so'raylik. Yo, bunaqalar aniq olingan bo'lar. 90 66 09. Bu ham olingan ekan. Boshqa nomer olamiz. Masalan 121 qanaqa yozsam? Yo, 121 olingan bo'lar. 323 620. Yo'q, bu ham olingan bo'lar. Katta ehtimol bilan 39chi. Bu ham olingan ekan bolalar. Bu raqam olaydi. 3 raqamlar ham aniq olingan bo'lar. Mayli 7709 11. O ana 7709 11 degan raqam sotib oldim bolalar. Normalni raqam oldim deb o'ylayman va keyingi quest bu met karta olishim kerak ekan bolalar. Mana bolalar lokatsiyaga ham kelib oldim, topshiriqni bajardim. Keyingi topshiriq esa pravo olarkanmiz bolalar. Pravo olarkanmiz, borgandan keyin bolalar videoni yoqaman. Mana do'stlar kelib oldim pravo olishga ham. Bu yoqda kirasizlar, mana shu yoqqa kelib keyingisini bosasizlar. Mana bu testdan o'tishinglar kerak. Javoblarimni bemalol pauza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi. Birinchisi 60, keyin 90, keyin 4, keyin qaysi edi ham shu chapaqaymidi? Chapaqay yo'q, chapaqay emas ekan. O'ng qo'l ekan. 2 1 4 1 2 ku voy bosorman bolalar. 2 1 4 2 ruxsat berilgan, aralashmovchi taqiqlangan bo'ladi bolalar. Buni ustida 3-javob bo'ladi. O'z 3ni bosaman, keyin
Yo'la 9 1 bo'ladi bolalar. Bunisi chapdan bo'ladi, to'rtinchisi 1 barcha nuqtalar to'g'ri. Yo'l kesib 3 bo'ladi. Yo'q, 3 emas. 2 bo'ladi. Piyodalar 3 joyda. Keyingisi 2 bo'ladi. Bolalar, mana o'tib oldik. Mashina yoqamiz va endi qizil metkalardan o'taman bolalar. Sizlar ham shunaqa qilasizlar. Mana bolalar, pashti bo'ldim va sizlarga bitta gapni aytishim kerak. Ko'pchilik pravollar aytganda ana shu joyda xato qiladi. Uni to'g'ri parkovka qilishinglar kerak, ana shunaqasi. Va sizlarga yana 20 ming shotilarga qo'shiladi. Obunachilar bo'lmasa, keyingi zadaniyamiz hozir parkovkaga borar ekanmiz. Bolalar, mashinamizni olar ekanmiz. Do'stlar, keyingi zadaniya bu shaxta ekan. Shaxtada ishlaganmiz. Shaxtada nima qilish kerak desanglar, 100 kilo tosh topishimiz kerak bolalar. Mana bolalar, shaxta ichiga ham kirib oldim. Qanday ishlaymiz desanglar, tanlashni bosasizlar, ishni boshlash va mana yashillanib ustidan bosib chiqsanglar, bo'ldi. Mana $266 ishlanman va xaritadan mana bu qizil joyga borasizlar. Mana qizil joyga keldim va 38 kilo tosh chiqdi. 5 daqiqaga qolmay zadaniyani tugatdim va 5000 ni qo'lga kiritdim. Do'stlar, keyingi zadaniya olib tarqatishga, ya'ni pochtada ishlaymiz. Nima qilamiz desanglar, mana qizil nuqtaga kelasizlar. Qizil nuqtaning yoniga borib ishlashni bosasizlar. Narsalarni ustidan bosib qutini yopasizlar. Xuddi shu ishni 10 marta qilasizlar. Keyin mana bu qizil nuqtachalarga aytasizlar xaritadagi. Bo'ldi. 5 daqiqaga qolmay bu zadaniyani ham bajarib oldim va 15 mingni qo'lga kiritdim. Keyingi zadaniya Twix zavodida ishlar ekanmiz bolalar. Twix kelasizlar, o'ng va chap qo'l. Men esa hozir chap tanlayman bo'lmasa ishni boshladim. Bu ishda nima qilamiz desanglar, masla bilan shakar ustiga bosasizlar va 10 sekund kutasizlar. Besh daqiqaga qolmay zadaniyani bajarib 5 kani qo'lga kiritdim. Keyingi zadaniyamiz avtobusda ishlar ekanmiz bolalar. Avtobusga kelasizlar, boshlashni bosasizlar, keyin oxirgisini tanlaysizlar, chunki buni tez qilasizlar. Va bolalar, ishni zadaniyani bajarib bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Keyin bolalar, degan sababi sizlarga bu ishni qanday ishlash o'rgatishim kerak, ya'ni qizil lokatsiyalardan o'tasizlar. Bo'ldi. Masalan, bolalar, keyin bunaqa bularda oq lokatsiyachasi bor-ku, belgisi. Men bunaqa masalan ana shunaqa to'rtburchak oq lokatsiyasi yo'q joylarga kelsanglar, astronomkalarga 10 sekund kutishinglar kerak bo'ladi. o'n daqiqani ichida zadaniyani bajarib 30 mingni qo'lga kiritib oldim. Do'stlar, mana video o'z nihoyasiga yetdi. Tugatganim sabab videoni, chunki video juda ko'p cho'zilib ketdi. Bolalar, bo'lmasa keyingi qism chiqishini xohlasanglar, 7 tagina like to'plasanglar, keyingi qism, ya'ni ikkinchi qismni sirasiz YouTube ga qo'yaman. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Komment yozing, izohga keyingi video qanaqa bo'lishini yozib qoldiring, bo'lmasa keyingi qismda ko'rishguncha xayr.